Shu desanglar devichka xollar, bugun xo'jayinimdan noodatiy taom uchun zakaz oldim. Bir dona piyozimizni ozroq yog'imizda qovurib, ketidan 4 dona qo'ziqorinimizni ham kubik shaklda to'g'rab qovurib olamiz. Ustidan esa xuddi shu shaklda to'g'ralgan tovuq go'shtlarimizni solib, tabga ko'ra tuz, murch va quritilgan qizil bolgarskiy kukunidan solib, bir dona chesnok donachasini qirg'ichimizdan o'tkazdirib, yaxshilab qovurib olamiz. Qovurilgan masalliqlarimizni olib, idishimizga solib, ustidan kubik shaklda to'g'ralgan sirlarimizni ham savolamiz. Ketidan 2 osh qoshiq unimizdan solib, bir dona tuxumimizni chaqib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan masalliqlarni chetga surib, xohlasak qizil, xohlasak sariq, xohlamasak ko'k bolgariskilarni olib, 1 sm qalinlikda to'g'rab olamiz va o'zimizga qulay bo'lgan idishimizga tagiga pergament qog'ozlarini to'shab, terib chiqamiz. Ichiga esa tayyor nachinkalarimizni to'ldirib savolamiz. Oldindan qizdirilgan 180 gradusli yoki 200 gradusli duxovkamizga yuzlari qizarib pishguncha jo'natib yuboramiz. Sirlari erib shunaqangi chiroyli va mazali bo'ladi. Bunaqasini aniq restoranlarda ham yemagansiz. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Ha aytgancha tabi nozik mehmonjonlaringiz uchun ham tayyorlab bersangiz bo'ladi. Uyaltirib qo'ymaydi. Ana endi baho beringlar-chi. Yo'qsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Bundanda ajoyib va oson retseptlar uchun yurakchani qizartirib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.